Muhtaram Prezidentimiz topshirig'iga asosan aholining taklif va istaklarini inobatga olgan holda avtomobil yo'llarida harakatlanish tartibini yanada takomillashtirish, haydovchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq joriy yilning 1-iyun kunidan boshlab yo'l chiziqlarini bosib qoidabuzarlik sodir etish holatlari maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari orqali qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. To'xtash chizig'i 533 yo'l belgisi bundan mustasno. Ya'ni haydovchi chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlik fotoradar yoki videokamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik ravishda jarima yozilmaydi. Lekin yo'l patruli xizmati xodimi tomonidan aniqlanganda qoidabuzarlik o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi. Mazkur qaror bilan joriy yilning 1-iyun kunidan boshlab shaharlar avtomobil yo'llarida ta'mirlash yoki yo'l chiziqlarini chizish bilan bog'liq ishlar soat 7:00 dan 21:00 ga qadar amalga oshirishga yo'l qo'yilmasligi, dam olish kunlari, shuningdek kechiktirib bo'lmaydigan alohida holatlar bundan mustasno ekanligi belgilandi. Aholiga qulayliklar yaratish maqsadida soat 23:00 dan 6:00 ga qadar yo'nalishli transport vositalari uchun alohida ajratilgan tasmalarda boshqa transport vositalarining harakatlanishiga ruxsat beriladi. Demak, shu vaqtlarda avtobuslar uchun ajratilgan A tasmalarda boshqa transport vositalarining harakatlanishi mumkin bo'ladi va bu qoidabuzarlik hisoblanmaydi. O'zgartirishlardan yana biri to'xtash taqiqlangan va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilarining maqsadga muvofiq o'rnatilganligi nuqtai nazardan to'liq qayta ko'rib chiqiladi, demontaj qilinadi. Ularning amal qilish vaqtini ko'rsatuvchi qo'shimcha axborot belgilari o'rnatiladi. Qaror bilan shu belgilarda ko'rsatilgan amal qilish vaqtidan tashqari vaqtda transport vositalarining tegishlicha to'xtashi hamda to'xtab turishiga ruxsat beriladi. Bugungi kunda yo'llardan kesib o'tuvchi ayrim temir yo'llarda hafta yoki kun davomida vagonlar harakatlanmasa-da, haydovchilar belgi oldida to'xtashga majbur va natijada uzun tirbandliklar yuzaga kelmoqda. Shu munosabat bilan qaror bilan avtomobil yo'llaridan o'tgan ayrim temir yo'l kesishmalarida stop belgilari boshqariluvchi svetoforlarga almashtirilishi ham belgilandi. Shuningdek, qarorga muvofiq Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2025-yil yakuniga qadar chorraha yo'llardagi barcha maxsus texnika vositalari to'liq xatlovdan o'tkaziladi. Xatlov natijalari bo'yicha o'zboshimchalik bilan yoki belgilangan tartibga rioya etmagan holda o'rnatilgan texnik va standart talablariga javob bermaydigan texnika vositalari demontaj qilinadi. Haydovchilar tomonidan tezlikni oshirish holatlari ko'plab kuzatilayotgan hududlarda avtomashinalarning ayni vaqtdagi tezligini ko'rsatib ogohlantiruvchi elektron tablolar o'rnatiladi. Tadbirkorlarning maxsus texnika vositalaridan foydalanishda shaxsga doir ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash, suiiste'molchiliklarning oldini olish choralari ko'riladi. Sohadagi muhim yangiliklardan biri Prezidentimiz topshirig'iga muvofiq ma'muriy jazolar tizimiga yangi ma'muriy ogohlantirish ta'sir chorasini kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Loyihaga ko'ra, yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq ayrim yengil turdagi huquqbuzarliklarni birinchi marta sodir etgan shaxslarga yo'l patruli xizmati inspektorlari tomonidan ogohlantirish beriladi. Ogohlantirish 1 yil ichida faqat bir marotaba berilishi mumkin bo'ladi.